Nimaga o'ladi? Nimaga qaramadilaring? Ol qo'lingni. Ha, mehribon ukala, aka o'lgandan keyin kerak yo'q qoldimi? Davlening ko'tarilib ketibdi, ukam. Nimadan siqilaverasan? Yo'q, otamdan keyin ukalarimiz bilan mehr-oqibatimiz ancha ko'tarilib qoldi. Shunga boshim qotib qoldi. Sizni ham akamdek ko'raman. Ko'p ko'rgan insonsiz. Maslahat bering. Nima qilay? Bo'lmasam bitta o'yin qilamiz. Unda menga sizni yordamingiz kerak bo'lar ekan. Akalarning mazasi yo'q. Taxminan 1 oy ko'mir qolgan. Xabar olib turish kerak ekan unda. Akajonim. Yaxshimisiz? Bormisanla? Aka, issiq kunda choy ichib o'tiribsizmi? Mana muzdek anor suvidan iching. Rahmat ukam. Aka, aka-uka oshlaridan issiqqina osh olib keldim. Maza qilib yeb oling. Rahmat. Sen unda janozalarni o'tkazib berasan. Ha? Akamdan keyin siz uy kattasi. O'zingiz o'tkazib oling. Men shuncha narsa o'tib tashladim o'zi. Yomon qilding. O'ligim sallaga qolsa, ko'chalarda sarson bo'lib ittalarkanda ya. To'g'rimi Nodir aka? Sallani bunaqa asl basharalaringni tirik holda ko'rganimdan ko'ra o'lib ketganim yaxshi. Jigarlarim.